好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的课文和目标。Bugün bizning o'rganadiganimiz 3-chi qismninki teksi va nishoni. Unda bo'lsa, burunqiga o'xshash, avval biz 2-chi qismning ichidagi nishonlarni bir o'tkazib etib, bir takror qilib etib, ondan bugungi yangi darsga kiraylik. Bularni savoqdoshlar. Amsa 2-chi darsninki 1-chi nishoni. Ya'ni nimani so'rash deymiz? Xizmatni so'rash. Unda bo'lsa, takrorimiz boshlandi. Bir odamningki xizmatini so'ragan vaqtimizda qanday deydik? 你的职业是什么？我的职业是警察。你的职业是什么？我的职业是警察。你是做什么工作的？我是老师。你是做什么工作的？我是老师。你在哪儿工作？我在银行工作。你在哪儿工作？我在银行工作。你的工作是什么？我是医生。你的工作是什么？我是医生。还有一个是从课文里面出来的，yana birisi tekstning ichidan chiqqan. 他做什么工作？他是一名出租车司机。他做什么工作？他是一名出租车司机。好，这是我们的第一个yani询问工作。那我们来看一下第2个目标，询问家庭成员。好，你家有几口人？我家有4口人。你家有几口人？我家有4口人。你家都有什么人？爸爸妈妈、姐姐和我。你家都有什么人？爸爸妈妈、姐姐和我。你家几口人？3口。你家几口人？3口。王丽家有几口人？他家有3口人，爸爸妈妈和他。王丽家有几口人？他家有3口人，爸爸妈妈和他。好，那么第3个呢是这个家庭成员。家庭成员，妈妈的爸爸叫外公，妈妈的妈妈叫外婆，爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的妈妈叫奶奶。好，那这些都是我们上一节课所学的内容，对吧？上一次我们学这个课文的时候，алдыңғы мұшы 2-ci qismninki tekstni o'rgangan vaqtimizda biz o'rgangan nimalar deymiz? Mushu iliqi muhim mazmunlar, ya'ni bizningki nishonlarimiz. Unda bo'lsa, bugungi mazmunga qarab baqsaq, bugun 3-darsninki tekstini o'rganamiz. O'xshash tekstni o'rganishdan burun avval biz oldingi qitim o'rganib bo'lgan so'zlikni bir o'tkazib o'taylik. Jumi? 这么快就到站现在点时间办中午要来接正好一起
起，吃饭，吃饭，谢谢，谢谢，今天，今天，是，是，下次，下次，吧，吧，那，可以，可以，留下，留下，联系，联系，方式，方式，加，加，微信，微信，号，号，电话，电话，号码，号码，以后，以后，保持，保持，好的，好的，第一次，第一次，需要，需要，帮忙，帮忙，尽管，尽管，太，太，分，分，课，课，过，过，差，差，放学，放学。好，那么刚才呢，就是我们上一节课所学的一些生词。那现在我们进入我们今天的课文。一样，在我们上课文之前呢，我们先看一下我们的模拟情景。Әмді біз мұшы текстқа атландық. Оқшаш текстқа кіріштің бұрын, авал біз мұшы көрінішні бір көріп әсәк, қысқы фильмні бір көріп әсәк. 这么快就到站了，现在几点了？北京时间2点半。都中午了，我的朋友要来接我，正好我们一起吃饭吧。谢谢你，我今天有事儿，下次吧。那可以留下联系方式吗？加个微信也可以。可以，我的电话号码是1320992，微信号就是我的电话号码。谢谢，以后我们保持联系。好的，你第一次来乌鲁木齐有什么帮忙的，尽管找我。太好了，谢谢你。 Ха, онда хосы баян біз фильмні көріп болдық. Әмді біз мұшу немо еңі текстқа бір қарап бақсақ, мұнда қарсақ сәл ұзындақ тұрамды, шына мы? Ха, ешқысы жоқ, 我们一起来看一下. Авал 故事场景, 故事场景. 不一个人düz беріпті. 他说火车快到站了. Poyuz nemo beketki kelay dedi. 广播里传来 乘务员的声音 yani 广播的 mushu aşağıdaki mülazmetçilerninki avazı çıkıyordu. 你们对不对？旅客朋友们，列车马上要到达本次旅行的终点站乌鲁木齐火车站。那么 poyuz bu qıtımqı en ahırqı bekitimiz Ürümçi mushu poyuz stansıga yetip gelmekçi. 请大家注意带好自己的随身 物品的不？那么还问了，өзіңлердің нәрселеріңлерні мұшу еніңлерден айырмаңлар的不？好，әмді демек bu yerdə bu alım bilen kimi Wangli ilişkisi poyuzdun әмді düşmekçi. Şuna o әмді düşüp nemişler boptu? 我们来看一下。alım soraptı. 这么快就到站了。мұшындақ tezlan bekatga kelib qapdıq. 现在几点了？Hazır saat kaçı oldu?
现在几点了？ Hazır saat kaçı boldi? 北京时间2点半。 Beijing vakti saat 2:20。 北京时间2点半。好，安里木说都中午了，中午点치고都中午了。我的朋友要来接我。Dostum beni ağırlık geliyordu。正好，dalam，我们一起吃饭吧。Biz birga tamak yiyelim。谢谢你，我今天有事，下次吧。Sizga rahmat。Bugün mening ishim bor edi。ishim bor deganimiz有事，我今天有事，下次吧。Kelar qitim bo'lsin。那可以留下联系方式吗？那undaqda mushu miya degan ma'na na deganimiz u bo'ladi, lekin miyada undaqda deb turib mana bir bog'lanma so'z bo'lib mangdi va mushu telefon nima aloqa qilish usulingizni qoldirib qo'ysangiz bo'lamdi. Jaga Weixin也可以。Undidarni qo'shib olsammi bo'ladi. Demak bu olim Wang Li bilan qandaq mushuning bilan ham uzilib qolmay, buningdan keyin yana davomli do'st bo'lib, aralashib o'tishini umid qiladi ekan shunaqo. Ha, andan Wang Li nim debdi, 可以 bo'ladi. 我的电话号码是 mening telefon nomerim 132 0992 132 0992 debdi, o'zining telefon nomerini debdi. Bu yerda mana bu telefon nomerini yoqtimizda 132 desakmi bo'ladi, 132 desakmi bo'ladi. Ko'pincha yovni ishlatamiz. Ha, 微信号就是我的电话号码。Yani mushu undidar nomerim meningki telefon nomerim debdi. 那阿里木说：“谢谢，以后我们保持联系。Buningdan keyin mushu aloqa qilishib o'taylik debdi。”王丽说：“好的，bo'ladi。你第一次来乌鲁木齐，urumchiga tunji qatim kelibsiz，有什么需要帮忙的？biri yordamga muhtoj bo'ldigan yer bo'lsa，尽管找我，哎，meni tatinmay izlang debdi。阿里木说什么呀？太好了，谢谢你 debdi。bak yaxshi bo'ldi， sizga rahmat debdi。好，这个呢是我们的什么呀？这个课文。那unda xusa manga ergishib mushu tekstni yana bir qitim o'qib olsanglar。这么快就到站了，现在几点了？北京时间2点半。都中午了，我的朋友要来接我，正好我们一起吃饭吧。谢谢你，我今天有事，下次吧。那可以留下联系方式吗？加个微信也可以。可以，我的电话号码是132 0992 357。微信号就是我的电话号码。谢谢，以后我们保持联系。好的，你第一次来乌鲁木齐，有什么需要帮忙的，尽管找我。太好了，谢谢你。好，那么这个是我们的课文。Bu bizningki nima tekstimiz shunaqa. Na unda xusa bu tekstni o'rganib biz bugun qandaq nishonlarga yetishimiz kerak, qandaq narsalarni o'rganadiganmiz. 我们来看一下我们的目标大本营。Hamsa biz mushu bugungi nishonga qarab boqaylik. Bu yerda birmuncha soatlar turdi. Demak, bugun o'rganadiganimiz birinchisi mushu vaqtni qandaq o'qiymiz. Vaqtni qandaq o'qiymiz. Uningdan boshqa yana nimani so'raymiz deymiz? Mushu vaqtning ifodalashi, hozir soat qanchadan qancha o'tdi degan narsalarni o'rganganmiz. Unda bo'lsa biz qarab boqaylik. Odatda biz taqaydigan soatning ustida bunda 1 dan tortib 12 gacha bo'lgan son bor, shunaqa. 1 2 3 nima hansuchi desak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mushu soatningki bunda uzun
这个短的针长的针deb turib mundaq ikkita mundaq ko'rsatkichi bor. Nima mushu qisqasi qaysiniga ko'rsatgan bo'lsa, shunchini shu sonni o'qib, agarda soatni bildirgan vaqtimizda qisqasiga qarata keyiniga den deganni qo'shimiz. Nima uzunninkiga fin ulab mangdi. Ya'ni soatga denni ishiltimiz, minutga finni ishiltimiz. Soatga denni, minutga finni. Masalan, birinchisi soat 6. Nima debdi? 6点. Hazır dedik saatga den, minutga fin, 6点. İkincisi qanchakan? 5,5. 5,5 shunaqa. Bu 5,5ni qancha xil ifodalash ekan? 2 xil. Birisi minut deb ishiltish, yana birisi yerim deb shu ban degan so'zni ishiltish. U vaqtida 5点30分 5点30分 Ma fin degan xat tirnoqning ichida. Demak, bu fin degan bu so'zni olsaqmi bo'ladi, olmasaqmi bo'ladi, ha? 5点30分. Nima yoki bo'lmasa 5点半. 5点半 deymiz. Ostidagisiga qarasak 11 dan 10 o'tibdi. Nima shu vaqtida 11点10分. 11点10分 11点10分 Kendisi 8'den 5 minut ötebdi. 8点05分 8点05分 Mavu 5'nin aldığı bir 0'ni qo'shimiz. 8点5分 dememiz. 8点05 Andın 10'dan 15 minut ötebdi. 10点15分 yoki bo'lmasa bir chorak desakmi bo'ladi. 10点1刻 10点1刻 ya bo'lmasa 10点15分 10点15分 Xo'p, eng oxirgisiga qarasak, bu yerga 2 ga 15 minut qapti shunaqa. Buni 2 xil desak bo'ladi. Birisi 1 dan 45 minut o'tibdi desakmi bo'ladi, ya bo'lmasa 2 ga 15 minut qoldi desakmi bo'ladi. Bu 15 minutni nima bir chorak desak bo'ladi-ku. Shu vaqtida 2点差1刻 2点差1刻 bu 2 ga bir chorak qoldi degan ma'noda chiqadi. 2点差15分 2点差15分 bu 2 ga 15 minut qoldi degan gap. 1点45分 1点45分 1dan 45 minut o'tdi degan gap. Ha, unda bo'lsa bu nima? Bu shu soatningki o'qilishi, soatning o'qilishi. Ha, unda bo'lsa bu shu o'xshamagan vaqtni o'xshamagan holatda ifodalaymiz. Masalan, Mushu keynida bizningki mushu bir qatakchining ichida biyada bir nima bor deymiz, bir misol bor. Butun hammasiga qanchani soat 10 ni misol qilganda 10, 10dan 5 minut, 10dan 15 minut, 10dan 30 minut, 10dan 45 minut, 10dan 55 minutgacha o'qib baqsaq, birinchisini 10点 yoki 10点钟 10点 yoki 10点钟 10dan 5 minut o'tganni 10点05分 10点05分 yoki bo'lmasa 10点过5分 10点过5分 Üçüncüsü 10dan 15 10点15分 10点15分 yoki 10点1刻 10点1刻 10dan 30 minut o'tgan chaqda 10点30 10点30分 yoki bo'lmasa 10点半 10点半 10dan 45 minut o'tganni 10点45分 10点45分 yoki bo'lmasa 差一刻 11点 差一刻 11点 bayam
aldıda ilaqı 9 müddi 8 çıqqan müddi. Bayan 2点差1刻 dedik o. 2点差1刻那就是 2ге yani 15 minut qaldı. Yani muşu 差1刻deganni aldıga ekilib 差1刻11点deb manda alsaq mı bilaverdi ha. Eng axirqisi 10点55分 10点55分 yoki bo'lmasa 差5分10点11点啊11点差5分11点 好 那么bu yerda biz bir yangi narsani o'rgandik u nima desak chorak k shunaqa bu k deganimiz har bir 15 minutni 2 deymiz bir chorak lekin amaliyotda 2 k shu 30 minut bo'lsa 2 k bo'lamdi 2 k deb ishlatmaymiz ham undaqmi demaymiz ham 5 k deb ketmaymiz shuning uchun shu 2 deganni bilsak bo'ldi bir chorak 2 a 好45分钟那么naydi intayin az ahvol ostida 3 k deymiz很少bu bizningki birinchi nuqta unda bo'lsa ikkinchisiga qarab baqsaq 12小时计时法和24小时计时法表示时间那就是说 bayan bizning o'rganganimiz shu 12 soat shunaqa shu soatning shitiga birdan tortib 12 cha bo'lgan nima 24 soatni ishlatgan bo'lsak qanday ifodalaymiz ha unda bo'lsa manda 在12小时计时法中7点钟既可以指上午7点也可以指下午7点 nima bu degan gap shu 12 soatda 12 soatni bildiradigan mana soatni ishlatgan vaqtimizda soat 7 degan bo'lsak bu 7 atdigan soat 7 nima bildiralaydi tushdan keyin soat 7 nima bildiralaydi nima bu vaqt zodi atdiganmi yoki tushdan keyinmi buni biz bildirish uchun oldiga cho'qim tushdan burun yoki tushdan keyin deb deymiz masalan tushdan burun soat 7 degan bo'lsak 上午7点上午7点 tushdan keyin demoqchi bo'lsangiz 下午7点下午7点 deb mundaq deymiz nima 24 soatni ishlatgan vaqtimizda bu yerda tushdan burun tushdan keyin deydigan ish yo'q o'sha soatning o'zini ko'rablam biz uningki qancha bo'layotganligini bilamiz shunaqa masalan 24 soatni bildirsak 7点 desak u cho'qim at deganni bildirdi nima 19点 soat 19 degan bo'lsak najosh u cho'qim tushdan keyin bo'lib mangdi 好这个呢是这个12小时 bilan 24小时ninki. Na unda bo'lsa, men yerda bir soat turdi-ku, biz qarab baqaylik, ha. Birinchisida 14 dan 58 minut 55 sekund o'tibdi, ha. Sekund degani miao deymiz. Miao deymiz. Ha, unda bo'lsa bundan qarsak, agarda 12 soat bilan ifodalaymiz desak, buni nima deymiz? 中午去那个中午2点58分55秒 bo'lib chiqadi. 中午2点58分55秒. Nima agarda 24 soat bilan ifodalaymiz desak, shuni o'zini o'qisak ham bo'ladi, ha. 14点58分55秒. 14点58分55秒. Ma ikkinchisiga qarsak, bu yerda 19 dan 7 minut 35 sekund o'tibdi debdi-ku. Nima 12 soatni ishlatgan vaqtimizda shu 下午7点07分35秒 下午7点07分35秒 那么24 soatni ishlasak 19点07分35秒 19点07分35秒 bo'lib chiqadi. Xo'p, bu 12 soat bilan 24 soatninki shu o'xshamaydigan ifodalash usuli. Xo'p, unda bo'lsa bugungi 3-nishonimiz nima ekan? Shunvan 时间 ya'ni vaqtni qanday so'rash, vaqt so'rash. Xo'p, qarab baqsak. Hozir soat qancha bo'ldi deganni 现在几点 现在几点 北京时间10点25 北京时间10点25 好, ikkinchisi qancha bo'ldi? 几点了? 几点了?
12点半了 12:30 bo'ldi 12点半了 Üçüncüsü qachon qaysi vaqtda 什么时候 birisiga 几点 deb so'rsak bo'ldi ya'ni birisiga 什么时候 什么时候放学 qachon qo'yib beradi 什么时候放学 下午5点半 下午5点半 tushdan keyin 5:30da tushdan keyin soat 5:30da 再来一遍 现在几点 北京时间 10点25 现在几点 北京时间 10点25 几点了 12点半了 几点了 12点半了 什么时候放学 下午5点半 什么时候放学 下午5点半 好，这是我们第3个目标 üçüncü nişan. Hem de dördüncüsü 时间词的用法 vaqtni ko'rsatib bergan shu so'zlarninki ishlatilish usuliga qarab baksak bu yerga qancha nuqta beribdi 2 nuqta beribdi. Birincisi 时间词做状语时可以放在主语之后也可以放在主语之前 bu gapninki ma'nosi mushu vaqtni bildiradigan shu so'zlar cümlenin içinde halet bo'lib kelsa igining oldiga kelsekmi bo'ladi igining keyniga kelsekmi bo'ladi bu uyg'urchaniki grammatikasi bilan o'xshab qoladi ha masalan men tunugun uyda desam 我昨天没有的 vaqtni bildirdi-ku 我昨天在家我昨天在家那么ma 昨天 ma vaqtni bildiradigan so'z 我 ma igininki keynida. Ya'ni bu degan gap igining oldiga kelsa bo'ladi dedi-ku. Shu vaqtida 昨天我在家昨天我在家 desakmi bo'ladi ha. 我昨天在家昨天我在家 her ishkilisi bo'laveradi. Bu birincisi. İkincisi 做状语的时间词有2个以上时范围大的词放在前面，那就是说bu vaqtni bildiradigan holat mushu so'zlar agarda 2 dan yuqori bo'lib ketgan bo'lsa, masalan, manchinchi yili, manchinchi oyning, manchinchi kuni, manchinchi soat ya tushdan burun tushdan keyin degandek, ya mushu vaqtni bildirgan vaqtimizda soni cho'qim cho'ngdan kichikka mingish kerak degan gap. Avval cho'ngni so'zlaysiz, ondan kichikni so'zlaysiz. Masalan, 7 degan bo'lsa, miyada tushdan burun 7 degan bo'lsam, shan u 7 degan bo'lsam, miyada tushdan burun cho'ngmi yoki soat 7 degan cho'ngmi? Ma tushdan burun deganimiz buning bildiradigan vaqti uzunroq. Shuning uchun tushdan burun degan bu so'zni oldiga ekilib, 7 degan so'zni keyiniga ekilamiz. Amaliyotda yana uyg'urcha bilan o'xshashlar. Tushdan burun 7 deymiz. 7 tushdan burun demaymiz degan gap shu. Tushundingmi? Undaq bo'lsa, misolsiga qarab boqaylik. 我早上7点1刻 ma chorak bilan soatga qarasak, chorak soatdan kichikroq shunaqa keyiniga o'tib ketadi va uni ustiga 早上 degan u at degan bo'lib, u texmi baldir keldi. Shuning bilan 我早上7点1刻起床 ma at degan soat 7 dan bir chorak o'tganda o'rnimdan qo'paman. Ikkinchisi, 我们家晚上8点吃饭 bizning uyda kechda soat 8 da tamoq yeymiz. Bizning uyda kechda soat 8 da tamoq yeymiz. Nima kech avval andin 8 keyinda so'zlandi. 其实跟文语呢意思差不多。好，bu nima vaqt so'zninki o'rni. O'rni nima ekan? Igininki ya oldida ya keyinida. Ma o ostidagi makatashchiga qarab baqsaq bu yerda 常用时间词 debdi. Ya'ni doim ishlatiladigan, shu vaqtni bildiradigan so'zlar. Buningda nima bor ekan? 早上 早上deganimiz at degan. Shunaqa. 晚上degan kech. 半夜 yarim kechi. 凌晨 tong sahar. 上午 tushdan burun. 中午 tush. 下午
tushdan keyin 以前 burun 现在 hozir 以后 keyin na unda xusa bir baştan yana bir kivitayli ya 早上早上晚上晚上半夜半夜凌晨凌晨上午上午中午中午下午下午以前以前现在现在以后以后好，那亲爱的同学们，今天我们的内容呢就到此为止了. Bugungi mazmunimiz nechagacha bo'ldi? Bugungi nishonlarimiz sal ko'proq bo'lib qoldi, lekin tasma emas, shunaqa. 那么希望同学们能够认真的去复习一下，再好好的把视频呢再看一遍. Unda bo'lsa, mushu tushunmay qolgan yerlarimiz bo'lsa, mushu filmni yana bir qatam ko'rib o'tishinglarni tavsiya qilaman. 那我们下一期